Açıq çüçük, ağızğı tetig'dek jomaji qilishni, uyingizlam etishni o'rganib oling. Etil usuli intayin oddiy, birlik ko'rsangiz o'rganib olalaysiz. Cho'ng kichik hammalar yoqtirib yeydi. Buni qanday qatdimki, qinamiz birlikda o'rganaylik. Jomaji qilgan vaqtimizda tuji ishlatsanglar eng yaxshi. Videoda ko'rsatgan bo'yicha ishtishni pokiz yuvayotgandan keyin suvoq suv silib, qozon qaynagandan keyin ko'piklarni pokiz ilib, so'ng piyoz, zanjabil solamiz. Açıq çüçük yeyishni yaxshi ko'radiganlar labizdan sal chiqaroq sevatsanglar bo'ldi. Kava uchun tuz silib 40 minut atrofida pishirib olamiz. Undan keyin jomajiq ketarlik materiallarni videoda ko'rsatgan bo'yicha to'g'rab tayyorlab olamiz. Amsa do'stlar, ko'rib chiqib ketganlarni chidamas deymizku. Inkas rayoniga xavfsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. To'q pishgandan keyin suzib bilib, sovutib olamiz. To'xu sho'rpisining mayliq yerdan suzib, tang tayyorlab olamiz. Mening ishlatganim cho'ng ustamning kava uchun tamlik jomaji tetitqisi. Cho'ng ustamning cho'ngliq bo'lmish oilda jomaji qilsam ta'mini yaxshi qiramayotma degan xonim qizlarimiz bir shiltib sinab beqanlar, ta'mi kelib ketmaydi. Onun dikin to'q go'shtni videoda ko'rsatgan bo'yicha titib tayyorlab olamiz. Mushunga o'xshash yangilik taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazik 7733 ekran ustidagi nomer shu. Eng oxirida tayyorlab olgan saykufta tanglarini ustiga qo'yib, mehmonning oldiga achchiq saqlam bo'ldi. Manda jomaji tip cho'nglarning oldiga keladigan bo'lsangiz, maqtab turib yeb ketadi. Ajoyib yeyishlik, ta'm tilingizlam qoldi. Bugun oldingizmi? Qinamisiz mitib sinab beqing. Kelarki sonni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.